Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz mana inshaalloh bitkazib olib kelib o'rnatib bo'ldik. Inshaalloh xudo xolasa oltariqqa olib keldik. Cho'p o'rtasi zal ekan. Mana akam juda chiroyli uyushgan. O'rta zal, turganlarda yuqoriga bitta eshik, ikkita rom. Mana tomonda mana o'rtada bitta eshik, bu tomonda yana bitta romimiz bor. Eshigimiz bor. Mehmonxona shekli mana. Ko'rib turganinglarda juda ham chiroyli chiqdi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida. O'rtasidan peynala bo'ldi, xudo xolasa. Peynalyapti bolalar. Yoqqan bo'lsa bitta like parpisiga bosib qo'yamiz. Kanalimizga keyinroq tarqalish uchun oldindan kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.